Keyingi jang sizga Bakli qizuvmi? Joaquin Bakli hozir 2 ta поражение bilan ketyapti. Agar xolasa men mana 3 ta pobeda bilan ketyapman. 84 kiloga o'tsam, xudo xolasa Bakli bilan revanş qilaman. O'zim mikrofonda aytmoqchi edim shuni. 2 ta поражение dasan, men 3 ta pobeda daman. Davay tepaga chiq, o'shani 84 kilo demoqchi edim, esimdan chiqib qoldi. Tortib turdim, chidab turganda qattiq turdi, lekin sekin hushdan ketishni boshlaganda bo'shashdi, o'zini tashladi. Birdan endi sudga kirib xonamizga meni to'xtatmaguncha to'xtama dedi. Shu uchun dakansi oxiriga tushadi. Do'stlar, videoga like bosib, kommentni o'zbek bayroqlari bilan to'ldiring. Tez orada yana yangi video Nursulton Ro'ziboyev jangdan so'ng nimalar deganini kanalga joylayman. Buning uchun bizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va yangi videolar shu zahoti sizga xabar bo'lib boradi. Kommentda sulga qoldirdim. Jonli efir UFC va UFCdagi barcha to'liq janglarni Telegram kanalida ko'rishingiz mumkin. Bizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.